Salom qizlar, hozir rosa qotasizlar bir narsani aytib bersam. Amerikanецlar choy ichmaydi-da. O'zi umuman choy ichish ularda yo'q. Ular ko'proq ovqat yeyotganda suv ichishadi, oddiy suv. Ko'p anaqa muz solib tashlashadi-da, lodda shunaqa ichishadi. Anaqa men endi sekin-sekin o'rgatyapman choy ichishga. Endi 9 yildan beri birga biz, lekin hali ja unaqa o'rgatganim yo'q, lekin choy qanaqa qilishadi amerikanецlar bilasizlarmi? Shunda mana shunaqa chashkani olishadi. Bunaqa xolodilnikdan, ja bo'lmasa krandan borib olishadi suvni. Keyin mikrovolnovkaga solib, mikrovolnovkada uni isitib, mikrovolnovkadan isitgandan keyin choyni olib ichiga solib, asal solishadi, shunaqa ichishadi. Ularda mana bunaqa choyni qaynatib, bizga o'xshab yaxshilab qaynatib, choylarni solib, ichiga quruq choylarni solib, bunaqa narsa yo'q-da ularda. Men birinchi marta qaynonamni shunaqa qilganlarini ko'rganman-da. Voy, anaqa issiqqina choy bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir choy ichamiz deb, men hali gapirishga ulgurmadim. Qaynonam уже loppayib yugurib, chashkani olib, suvni solib, mikrovolnovkaga solib, mana shunaqa isitganlar-da, keyin ichiga choyni solib, mana shunaqa ichirganlar. Nima deshni bilmay qolganman-da o'shanda. Qaynatmaysizmi choyni desam, mikrovolnovkada isitildi, bo'ldi. Nima qilaman uni qaynatib deganlar. Hamma amerikanецlar shunaqa. Mana sizlarga bitta amerikanецlar to'g'risida fakt.